Assalomu alaykum azizlar. Ba'zi payt bo'ladigan voqealarni ko'raverib faqat negativ ko'rib xafa bo'lib ketasan. Lekin insonni xursand qiladigan voqealar ham bor. Xayrullo Ibodullayev Sankt-Peterburg shahrida jasorat ko'rsatgan o'zbek yigiti bo'ldi. Buni nafaqat bizni vatandoshlar, hatto Rossiyadagi aholi ham tan oldi va hurmat qildi. 22 fevral kuni Sankt-Peterburgda sodir bo'lgan voqea ko'pchilikni hayratda qoldirdi. 7-qavatdan bitta bola toyib ketib pastga tushib ketgan va shu vaqtda shu hududda ishlayotgan bir o'zbekistonlik ko'cha siparayotgan bir vatandoshimiz Xayrullo Ibodullayev bolani havoda uchib kelayotgan vaqtda yugurib borib tutib qoldi va uni jarohatlarini oldini oldi. Hodisa Petrozavodskaya ko'chasida ko'p qavatli uyda sodir bo'ldi. Ayol bolani o'ziga tashlab qo'yib, bola o'yinchog'ini o'ynagan holatda oynaga chiqib qolgan va oyog'i toyib ketib, bola pastga qulagan. Ayol politsiya va tez yordamni chaqirgan. Hududni tozalayotgan vaqtda bizni vatandoshlarimiz uni qutqarib qolgan. Bola hozir shifoxonada davolanmoqda. Unda bir necha siniqlar va ichki organlari jarohatlari bor, lekin hayoti barqaror. Xayrullo Ibodullayev esa qo'li va qovurg'asi singan, lekin shunga qaramasdan u ishini davom ettirmoqda. U O'zbekistonda katta oilani, 4 farzand ota-onalarini ta'minlaydigan jasur bir inson ekan. U juda mas'uliyatli ota va oilada ko'p vazifalarni bajaradigan inson ekan. Uni aytishicha, men o'limdan qo'rqmadim, bolani saqlab qolish kerak deb o'yladim, deb aytayapti. Xayrullo Ibodullayev ommaviy axborot vositalari tomonidan ham e'tirof etildi. Bugungi kunda qahramonimiz $1 million mukofot olgan va shu kunning o'zida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev uni jasorat medali bilan taqdirlandi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Xayrullo Ibodullayevning faoliyati bu jasorat, insoniylik va mas'uliyatning namunasi bo'lib xizmat qilsa arziydi. Baraka toping. Men ochiqini aytganda havas qildim shu insonga. Bir insonni hayotini saqlab qolish hammaga emas. Baraka toping. O'ylashimcha, qolgan o'zbeklar ham xuddi shunga o'xshagan Xayrullo Ibodulayevga o'xshagan jasur mard bo'lishimiz kerak. Azizlar, sog' salomat bo'linglar. Like tugmasi va obuna bo'lishni unutmang.